أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم باب فضل الأذان Bu azan o'qishniki fazilatiniki bobudir bu deyiladi. Mana azan ham shuningdek iqomat, takbir o'qishniki fazilatiniki nimasi o bobi degan gap. Undan keyin azan deydi ta'zin degan gapniki o'zi asl lug'at ma'nosi azan degan gap e'lon, ya'ni bildirish, alama yo'limi e'loman deb ataladi. Yani bu nima qilish o? Yani bildirish. Bir narsa qanday bir narsa olgan bo'lsa, bildirish bo'lgan bo'ladi. Endi buniki shar'iy ma'nosi azon degan, yani maxsus bir so'z azon degan, u kasb emas, bir narsa ildiz bo'lmaydi. Maxsus muayyan bir so'z bo'lib, mana bu so'z orqali namozdagi vaqtiniki kirganligini nima qildi, uni bildirdi. Mana buni deymiz, ona azon deymiz shar'iyda. Azon degan maxsus muayyan bir so'z bo'lib, shu so'zni o'qa hamanamlab, bilga hamanamlab boshqa odamlar nima qildi, uni namozning vaqti kelibdi, bir namozning vaqti kiribdi deb nima qildi, uni da qildi. Am muayyan so'z degan ana shu yilqi ahkam babda va uni boshqa shu shar'iy shu mishkat masobayniki kitobi salatdagi babul azon, bazı azonni qanday yo'l qo'yildi degan gapniki o'zida u yerda deyildi. Endi ma'mish nimada. Endi bu azon o'qish namozniki nimasi o sunnat. Namozning ichidagi nima emas, sunnat emas, sirtidagi bir sunnat. Namozning vaqti kirganligini uqtiradigan bir sunnat. Namozning ichidagi sunnat shu emas. Bu e'tibor bilan namozning sirti bo'lgandan keyin bu nihoyat muhim bir farzni uqtiradigan bir ish bo'lgan nihoyat muhim bir sunnat. Endi ayni zamondagi o'zida bu azonniki o'zi bu nima bu? Ayni zamanda islom dinimizdagi shuar. Mana bu to'g'ri payg'ambar sallallohu alayhi vasallamniki degan so'z va qachoniki bir yerga siz tuyuqsiz, ya'ni at deganda hujum qilib bunda qilmoqchi bo'lgan bo'lsanglar, sizlar tong etishini sizlar kutinglar. Tong atgan vaqtni tong atadigancha azon o'qiydi. Agar azon chiqib qolsa, u yer bostirib kirmanglar. Bo'lmasa bostirib kelinglar degan mush mazmunda hadislar shu bor. Buning asosan mana bu azon degan bir, ya'niki musulmon ekanligini bildiradigan islom dinimizdagi nimasi o shuari. Bu shuar bu yani İslam, yani başkalarınınki şuarı var, başka din, Yahudinin var, bir xil ibadetin vaxtini uqtirdigan, Hristiyanlığın var, mesela can, muşu nərsini seliş arqalıq, çeliş arqalıq uqtirdigan. Mana bu İslam dinimizdeki azan. Bu nima o azan deganlik gapning o'zi bu şuar. Endi azan o'qish sunnat bo'lgandiki, namoz vaqtini bildirgan bo'lgandagi nihoyat muhim bir sunnat, uni ado qilish uchun kerak. Endi buni qilgan olmasa uni majburlaymiz hamda dinimizda, yani. Endi buni qilgandan boshqa endi bu azan o'qigan odamga Alloh taolaniki mana bergan ajri va in'omi qanchalik, yani savobi qanchalik mukofot berdi. Mana mushning nimasida ustidagi bor bu, yani fazl degan shu endi. Birinchi hadis. Ebu Hureyre radıyallahu ta'ala odur rivayet kılındı şuna da cezme Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem dedi. Ferzen insanlar azandaki nesini bilgen bolsa, yani azan o'qishdiki savab, ajr ve mukofatni bilgen bolsa idi. Ve birinci septiki mana mukofot ve ajr savobni bilgen bolsa idi. Uniki qanday ekan bu dunyo bilamaydi. Azan o'qisa Allah Teala mundaq savob berdi, ana mukofot buni bilamaydi, tasavvur qilib bilamaydi u dunyodagi ish bo'lgan ekan. Shuningdek namoz o'qigan vaqtimizda, masjid o'qigan vaqtimizda birinchi sabti tug'anlikniki buniki ajr va in'om va ihsoniniki ne qadar ekanligini bilgan bo'lsa edi bil farz va taqdir, esa bu dunyo bilamaydi. Bilgan bo'lsa qanday qiladi ular? Desa, anadan topolmaydilar ular. Megar shuki chek tashlag'aylar ular shu ishlarga chek tashlash orqali azon o'qishni, chek tashlash orqali anadan bu shu birinchi sabti turishni men mushundaqcha qiladi ekan.
O na'demeden bilip ketip, adam o bir sep tuğmen sen tünügün tuğatın, namaz tuğatın dep aşağı bilgan gap. Bu bilgendik ki bunun dersi aşağı kılış gerek. Men muştaq bolgan bolsa idi. Her aynı çek taşlaytlar ula men azan okuş ve bir sep turuşqa nima qildi? Çek taşlaytdi. Bunun nima qildi? Çekço taşlaytdi. Men bu şeyde qasasan azan okuşniki ne kadar mene az ne kadar mene ajir savabniki ne kadar ekanligi şunudak birinchi sabti tug'anligniki qancha men savob bo'lganligi cho ma'lum. Lekin uning miqdorini biz çok bilmaymiz. Eğer bilgan bo'lsak, eğer Allah hissida, şu dünyada bir xil hissida mındaq ko'zimiz bilgan, qo'limiz anglagandak o ko'rsatgan bo'lsa, u chog'da hammadan nima qildi? Men birinchi sabti tutsan aviyatın avvalqı namazı tutdum, tünügüm tutdum, men turman deb, ya bu çek taşışıp kimning chiqsa shu turimiz degan holat keldi. Yani birinchi sabti turishniki mukofoti mushuna favqulodda nima u yuqori. Hozir hamda adamlar qarab baqsak, oldidan qochdi. Oldidan birinchi sabti turishda qochgan odamlarni ko'ryapmiz. Men bu nima bu? Buniki dini bo'lgan. Men payg'ambar sallamniki mushundaq hadislarni anglash va bilishda bo'lgan u kamchiligini uchun bildirdi. Agar men mush hadisni bilgan bo'lsa, anglagan bo'lsa, u birinchi sabtim yama qolmay talishib ashtachu qilib ketdi. Bu mukofoti favqulodda nima u yuqori. Va agar bilgan bo'lsalar, ulan anda bir mukofotniki baldir kirish edi. Namozga baldir kirishdan, mana baldir o'qishdan bo'lgan aş mukofotni bilgan bo'lsa edi. Her ayna safakat qildilar ular, shu narsa uchun safakat qildi. Yani shu har qanday namozniki o'zini birinchi qatim avval vaqtda o'qiganligi savobini bilgan bo'lsa edi. Mana hammamiz namozni qildi va birinchi qatimda o'qiymiz. Birinchi vaqtida avval vaqtda o'qiymiz deb ashundaq safakat musobaqa qilishib, men mushtaqchoq qilib ketdi deydi. Yani demek meni namozdagi vaqti kirgan hamonamla uni o'qishniki o'zi afzallik bu yerda uchun chiqadi. Endi afzallikniki o'zi endi chiqqan hamona bu yerda aldirash deganning o'zi vaqti kirmay yoki shu emas. Yani ko'nglida bütün taraflar hammamiz tayyor namoz deb turish. Bu. Endi uni boshqa bizniki Hanifi mazhabniki o'zida bomdod namozi o'zida aqatib o'qish asos yaxshiroq deb qaraydi. Qolganlar birinchi qatim o'qish bu afzal deydi shunday qilishga asosan. Bizniki bomdodni aqatib o'qish deganda payg'ambar sallallohu alayhi vasallam hadisi bor. Va agar bilgan bo'lsa edi ular anda bir mukofotni savobniki atamadi edi. Kashqurunda o'qilgan namozda, ya'ni xubtanda o'qilgan namozniki ashu Allah berdiğin mukofot savobini bilgan bo'lsa edi insonlar va bomdod namozida. Va bomdod namozida Alloh taolo o'qan ashu kishilarniki o'qigan kishilarga mukofotni qanchalik berdiganligini bilgan bo'lsa edi, har jazman keldiklar ular bu kashqurun namoz va bomdod namoziga jazmanchu keldi. Va agar chandiki ular o'mlab bo'lsa-mu, haba deydi shu mushtaq qo'saqda mushtaq nem qilib, menga o'mlab bo'lsa-mu, men mushtaqcha nima qildi, keldi deb meni payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam bu yetishchi mushtaqcha dedi. Ya'ni demak men muşu yedisindeki deyilgan bir qancha afzal amallarning üstü to'xtaldi. Bunun içindeki bizga hozir bakı münasip bo'lgan azan. Men azanda unuğa Allah Taala mukofot berganligini o adam o'qigan bo'lsa, "Voy, tunigin sen azan o'qanding, endi men namoz men o'qiyman, namoz sen o'qanding, men muazzin bo'laman" deb ashtachu talishib ketdi. Chunki buniki xolis, samimiy, rahchil, sodiq, muttaqi, men vara bo'lgan asosda ashundaq talishib, ashta o'qigan bo'lsa, men mush mukofotga erishdim. Ammo unda qilmabdi azan o'qishda, men bir aburite va muazzin degan bir nomni olay. Yoki olmaydi, mudaq xani boshqurganman, huquq ega o'rganman, yoki anda ya pul ya maosh o'rgan deydigan bo'lsa, o'shan bu kirmaydi endi. Endi hadisdagi al-isham degan nima deydi? Lastahamu dedi ya. Degani bunun masdar olan istifham istifada babıdır. Bunu dedi İmam Nevevi rahmetullah iqtara, yani çektaşlaş degan ma'nida. Tahjir degan ayetdiki "Velav ya'lamuna ma fi tahjiri" degan gapning o'zi nima bu tahjir? Tabikir ila salati. Namoz uchun baldir o'qish degan gap bo'ladi endi. Yani namozga aldirash, namoz uchun baldir o'qish.
Birinchi vaqtning o'zida o'qish degan gap. Ikkinchi hadis. Muaviye radhiyallohu ta'ala anhu rivoyat qilgan dedi Muaviye. Anladımı Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de deydi. Muezzinlar mene adamlarınki en uzunudur. Gerden cehette, boyun cehette kıyamet günü. Kıyamet günü bütün insanı meşhur kahvaltı üzerinde. Muezzin boğan kişilerinki aşı boynu igiz kalan kişilerin uzun yani igiz çok boludu. Aşını karıp ma dünyada ma adamın muezzin bu diken deymiz deydi. Ondan onken men muazzin bo'lgan kishilarga Allohning bergan mukofoti u dunyoda eng yuqorichi bo'ladi. Chunki eng yuqori ustun bo'lishi chunki bu muazzinlar ma dunyoda namozga eng baldur. İnsanlar tek vaqt kirishdan burun g'aflat tuğan vaqtida bular men birinchi bo'lib o vaqt kirishdan burun uni alayda tayyorlab qilib mushtaq qilib tuğan kishilar. Yani bunu nima oldi demdi. Yo'q uzun bo'lgan ekan, u dunyoga odamlar jismoniy tarafdan bo'lgan mushtaq uzuncha bo'ladi deydi. Endi bu yerda insonniki gadini uzun bo'lib satib qolmamdi desa, undaqcha bo'lmaydi. Bu yerdagi bu yerdagi sat go'zallikning o'zi ma dunyoga kelib qoladi. Ammo u dunyodagi Alloh taolaning o muazzinlik bergan go'zallikning o'zi, ya'ni gadiniki, bo'yninniki, o'ziniki shunday uzun bo'lish bu Allah'ınki bergan inamı ve ihsan arqalık berilgan bir güzellik olgandikin, bu yani uzunluk olgandikin bu güzellik fevkalade nima o güzellik endi. Üçüncü, Abdullah ibn Abdurrahman Ebi Sa'sa radıyallahu ta'ala anhu rivayet kılındı. Mene dedi, şuna deb yazman Ebu Sa'id el-Hudri radıyallahu ta'ala anhu deydi. Dedi Ebu Sa'id şu Adem'ge Cezmemen körümmen deydi Ebu Said Aşo Sa'sa degan Adem'ge depti. Yani Abdullah ibn Abdurrahman Sa'sa. Cezmemen seni körümmen sen patini yaxshi ko'rdi ekansan, pat va kishini va cho'l jazirada bayovonda turishni yaxshi ko'rdi ekansan. Yani Adam yo'q, yerda. Qachonlik bo'lib qolsan sen seniki patangdan yoki olmaydi seninki bayabanında. Yani o yerde bayaban adam yok. Ya bir işke o yerde cilgıda. İşte bu kalsan pes azını kalsan sen namazga. Yani sen mümin Müslüman namaz okuysan, namaz okanız yalnız olsan mı sen ne okuysan namaz azan için okuysan. Namaz için azan okusan pes kötü gelsen senin avazını mene azan 3. avazını kötürüp caranlıkçı oku. Çünkü cezmen şen anlamaydı. Men muazzinniki avazıniki aş yetidigan joyini, yani yetidigan en yuqorisini bir jin ve hech qanday bir ins mena buni qilmaydi, anlamaydi. Yani muazzinning o'qa ovozini en yiroqdagi ne ins ne jin buda anlamaydi. Yani hech qanday bir şeyin anlamaydi. İnsdan boshqa, yani jonsiz narsalar megarli bo'lsa, shu anglab ashtaqqan bo'lsa, bu narsaning o'zi shu odam uchun qiyomat kunining birida guvohlik berdi. Meni ma odam namoz o'qigan deb ins, jin va undan boshqa insonlar va jinlardan boshqa jonsiz tosh, to'pa, meni suv, tuproq, meni mevchilar hammasi ziroatni tortib mushtaqchi o't yosh hammasi guvohlik berdi. Deb mushtaqchi deydi. Yani demek azan o'qishning o'zi u odam bayat masjidda emas. Aşıda sırt yerde okusumu bu azan nime aşıdakçı neymiş var bunun ki mukaffatı çok bak. Dedi Ebu Said anladım bu gapni Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de demek kıldım anladım. De baştakçı diyen dedi. Men bu ise İmam Bukhari rahmetullahi aleyh rivayet kıldı. Dördüncü hadis. Ebu Hureyre radıyallahu ta'ala anhu rivayet kılındı. Dedi Ebu Hureyre dedi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Kaçaniki mene azan okulsa namazga. Namazga azan okuttu muazzin azan okugan bo'lsa, mene aqini qochidi shayton. Vanolki o şeytan uchun bağdı zurat var. Yani usruq var, vat qaçıp ketdi deydi azan okugan vaqt o'zida. Hatto ki anlamaydi o azanni. Azan anlamagan ya qatar qaçıp ketdi bu şeytan deydi. Qachon ekan tugatilsa azanni. Yani azan tugdimi? Azan tugagan ekan oldini qilib keldi şeytan yana. Hatta qachoniki namozga takbir o'qilsa, yine o şeytan aqini qaçidi deydi. Hatta qachoniki namoz, yani hatta qachoniki meni ashu
takbirini, namazın takbirini tügütülse yine aldığını kelidi. Kelip hatta ki mene keçidon bu küçürdon bu adam bu şeytan bir adamniki otursa ve nefsini otursa kalaymi kan nesi küçürdü. Yüzüne nefsini otursa anı kısam namazın işte her ham hıyal aşmaygan nesi aşağı küçürdü. Küçürüp deydi ki palan nesinde, pukun nesinde deydi o. Anda bilinmez ki o adamın yüzü esnaf bakmağa bunun aldı da. Namaz okumağa vaktimizde esnimegen nesinin üzerine namaz okuyan deyken esniti şeytan deydi. Şeytan anı bak, manı kadar pulunu hesaplap, ticaret, madem bütün hesap namazdan çıkıp geldi deydi. Millet şu. Hatta ki yürüdü erkişi andayken şeytanı erkişip yani huşu olan, huşu olan, tezarru olan resmi oğak adeti okumasa müştak olan gibi. Hatta ki yürüdü erkişi nimu hatta ki yürüdü erkişi nimu hatta ki yürüdü erkişi bilmeydi kança rekat okudu erkişi. O kança rekat okudu mu? 2 miydi, 3 miydi? 2 rekat olsa 1 miydi? Kanda okudu ben dep men muş adet şu kello dep Peygamber müştak şu dedi. Yani demek men bu azan okuşdaki bir alaydık savabı kanda oldu ki muazzin bir azan okusa men u yerdagi şeytanı qo'g'lashdan iborat bo'lgan men bu narsani shu bo'ladi ekan. Şeytanı qo'g'lashdan iborat bo'lgan bu ishniki o'zigacha azonning kuchi yetadi ekan. Undan bo'ladi ekan bizniki men namoz o'qiyotgan azon o'qishimiz sababi shu shayton kammisin deb qilgan gap. Va undan boshqa bola tug'ilgan vaqtda 7-kun azon o'qishning sababi shu. Shu quloq anglimiz anglitib turishimiz o'zi. Shu vujudida shayton shu kassun degan mundaq bir maqsadda bunu şu azan çok okuyumuz. Azandaki ben alaydaki çok benim şu. Hem de muttefakun ne? Tesvip diyen yukarıdaki yedisi ki ize suvi bedeydi yani mesler saat tesvip yani ikamet yani tekbir diyen gibi. 5. hadis. Abdullah ibn Ömer ibn As radıyallahu ta'ala anhuma da rivayet kılındı. Şunlardaki bir cezmen bu Abdullah anladı Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de deydi. Kaçaniki anlasanız sizler nidani. Yani ezanı anlasanız danla muezzin diyen dersin okşu danla. Allahu Ekber, Allahu Ekber sellem açıyor içcanıda. Yargı özel anlayarak Allahu Ekber çok danla. Anladıyken ezan okmağandaki dört yollarını çoğu mağ. Mağ çoğu dört yollarını. Allah Rabbi Hazreti davati tanıma diyen şu hemdi. Çünkü cezmen bir ademi ki mağa dört yollasa. Mene Allah Teala bu adamga şu bir kıtım durt yollaganiki beraber banaen karşısında 10 kata nemi kılıdı, rahmetçi kılıdı. 10 kata rahmet kılıdı. Dep şunda çok dedi. Yani Peygamber dört yollaşını, dört yollaşını mukapatı için müştakçı yukarı. Andaki soranısına Allah Teala deyin, men üçün vesiletni. Yani şu Allah Rabbi Azze daveti tam diyen şu. Vesiletli yani mene nemeli o Allah'a yakınlık olan, vasıta olan dersiniki üzerine menden sonra Allah'ım ayetini Muhammed'in vesilete, mene vesilete deyimiz. Vesiletin ben diyen ne boğan boludu uçan üzerine nersi çok boğan çok bolu dendi. Yani vesile ne? Ben diyen aslında vesile diyen yası ulaş diyen gep yani vasıta diyen gep. Çünkü bu vesile bir urundur cennete bir nime urundur. Yani Allah'ı vesile besler diyen gibi cennetlik bir urunu besler diyen gibi. Kimine layık gelmeydi bu urun fakat Allah'ınki bendelerin içinde olan bir bendegine imkanı olan bir bendege layık olan bir urun. Adam olmuş duanı, şu şekilde duanı çok kılınma. Ve ümit kalmaya şu ki boğayım ben o kişi boğayım. Yani Allah Teala aş vesilege ne yüz kevseren. Şu. Biz bir kişi ki sorsa o kişi Allah'dı men üçün vesilini sorgan bolsa men o adamga şafaat. Meniki şafaatimi soğran. Den ibaret o bu şafaat nima qiladigan tushudi deb meni Peygamberimiz sallallohu aleyhi ve sellem müştakçı degan deydi. Unda bo'ladigan men mushu hadis qasasan meni muazzin azan o'qa vaqtning o'zida azan algan adam biz nima degan bo'lsa shundoq deyishimiz çok kerak.
deb anadikin men mushaydi asosan uni payg'ambar turib yo'llab unidikin vasilaning o'zini payg'ambar tilab boshlab shu qilamiz. Bu qavm Allahumma rabba hazi da'vati tamma ve salatu qaime ati Muhammedin vesileti ve fadileti ve derece rafiyeti aliyeti ve bas makama mahmuden degan şu oldu. 6. hadis. Ebu Said Hudri radhiyallohu ta'ala rivoyat qilindi, shunda deb jazman payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam dedi: "Qachoniki anglasansa bir nidoni, azonni anglasanlar, danglar qandaqki deydi muazzin deydi. Muazzin nima degan bo'lsa shuning uchun o'qib bo'lgandagi ishchonidan yoki ozroq o'zing angladak shuning uchun danglar deb payg'ambar sallallohu dedi deydi. Endi muazzin nima degan bo'lsa biz oxir shuni degan bo'lsa muazzin qanday savob bo'lgan bizim uchun bo'ldi endi. 7. hadis. Jabir radhiyallohu ta'ala rivoyat qilindi, shunda deb jazma payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam dedi: "Bir odamiki degan bo'lsa, o odam azonni anglagan vaqtda, ya'ni azonni anglab bo'lgan vaqtning o'zida oxirida ulabla nima debdi? Allohumma robba hazihi da'vati tamma was salatil qoima ati Muhammadanil vasilata val fadila va basu maqaman mahmudan lazi wa'adta." deb men mushu duoni o'qigan bo'lsa, tushidi shu odam uchun meningki shafaatim qiyomat kunigacha tushidi. Men u odamga qilaman, shafaatchi qilaman dedi. Undan keyin shu qiyomat kuni nima qilishni uqolmay turib, hammadan mushundaq chekatgidek, ash vorajir hech qo'llanmaydigan bir holat bo'lgan vaqt o'zida men nima ko'rish, nima turishni, necha yuz yil ashta tug'anlik bo'lgan vaqt o'zida payg'ambar sam men bu dunyoda davomli mush duoni o'qib odatlangan bo'lsak, azan o'qigandan keyin men payg'ambar sam shafaatga erishimiz. Shafaatga erishimiz. Bunda bir nima bor? Fazilati ko'p bor. 8. hadis. Sa'd ibn Abi Waqqas radhiyallohu ta'ala anhudan rivoyat qilindi. Meni bu kishi payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam rivoyat qildi-ki, shuni deb payg'ambar dedi: "Bir odamiki degan bo'lsa, muazzin ne anglagan vaqtning o'zida degan bo'lsa, nimani debdi? Muazzin azan o'qigan vaqtning o'zida anglab bu odam debdiki: Ashhadu an la ilaha illalloh va vahdahu la sharika lahu va anna Muhammad abduhu va rasuluhu raditu billahi robban va bi Muhammadin rasulan va bil islami dinan." degan men mushu duoni o'qigan bo'lsam, men mag'firat qilindi, shu kishi uchun uning gunohi mag'firat qilindi. Uni gunohi hammasini qoldi, Alloh taolo kechirib oldi deydi. Meni Allohdan boshqa hech qanday bir ilohniki yo'q ekanligi men jazman beraman, guvohlikchi beraman. Ki bu Alloh nimadir? Yak yiganidirki uniki hech qanday o'rtoqchi, shirkchi yo'q. Men shuni guvohlik beramanki, jazman Muhammad alayhisolamniki, Muhammad alayhisolam Allohniki bir bandisi. Va shuningdek men elchisi deganligi men nima qilaman? Guvohlik beraman. Men bu bandiki hargiz bu bandilik darajasini yutib ruhoniy ya firishta darajasiga kimliklik o'xshash insonga o'xshash. Lekin u zotniki elchi ekanligi men nima qilaman? Guvohlikchi beraman. Razı oldum ben Allah Teala'ya Rab cihetте. Yani Allah'ınki biz için Rab buluşu ben resmi içimde razı olup neyimiz makul dediğine aletçi oldum. Ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e bana elçi oluş cihette ben oldum, resmi razıcı oldum. Ve İslam dinine din buluş cihette İslam dinine ben oldum, razı oldum. Yani İslam dinindeki üzün bana resmi bizdeki din tutucumalar bu dinden özünün hemmesi toğra deb işidin suyunib, aşındaq qıp gededende. Zaten bu dini gayri hata kilemez mi? İslam dini maşallah Xudo müştaq bizga musharraf qilib qo'yibdi ekan deb. Men bu ajoyib ne'mat bu. Men mushunuga rozi bo'ldim deb ashtat degan bo'lsa, anadaki bu odamning gunohi uchun mag'firat qilindi. Bu ajoyib ish. Endi Allohniki Rabb bo'lish. Zaten ateistin boshqasi müşrik, Yahudi, Nasara'nın başkası asasen Müslümanlarımı deydim, razı oldum deyip, lekin razı oluştaki dersi oşumaydı. Bazıları işi içedin, bazıları töven mi da koydu. Muhammed Aleyhisselam'ın elçi oluşu. En mühimi, hazırlık devrinin üzerinde Müslüman oluşu. İslam dininin varlık kirip, İslam dinindeki resmi Allah Teala Peygamber Aleyhisselam arkalıp bizi yetküsüptüken, müşü din bizge, hem terpimizi bizge, mene yetidiken, bu nahit pek doğru iken, pek upday şuptu, ben bunun başka bu katli olmayın içinde hoşalı uç bir meselesi var.
Mana bu islom dini nima degan bo'lsa, islom dini bir butun gavda umumiy hayotlikniki hamma tarafini asosan men o'z ish olgan. Hayotning ichi deganimizdan mayli u odam mavsun, to'sin, qarsin, yesin, ishsin, uxlasin. Taratxona kirsin, chiqsin. Mana bu tomoq yesin, suv ichsin. Taratxona kirib chiqsin. Hattoki jinsiy munosabat o'tkazsin. Shuningdek, bu odamniki moddiy dunyodagi narsa bo'lgandek, hammani o'siga olgandek, u odamning butun ruhiy dunyosini o'sish edib, ruhniki o'zidimi? Mana u odam mayli hissiyot desin, g'ayrat, meni hissiyotim desin, meniki vicdonim desin, meniki bilmem desin, mening fikrim desin, mening bilmem desin, mening tushancam desin, a desin, ma desin. Zaten hammasi islom dini bunun ichida kontrol qilgan, ha shuni to'g'ri yo'lga yetaklaydigan bir usul, bir nima va yo'lchi bor. Buni hech qanday qanmaqlik. Bu yerda hozir kunning o'zida ba'zi insonlarning o'zi faqat islom dinining o'zini inson bilan Allohning o'ttirsidan o dinning o'zi faqat masjidda deydigan, din bilan hokimiyatni arif etib, mana bu din bilan siyosat, din bilan hokimiyat, din bilan shu sud narsani arif etishdan iborat bo'lgan, din bilan ijtimoiy munosabat, ijtimoiy ishlarni arif etadigan mushtaqil nima va tushuncha bor. Bu islom dini bir bütün gavdaga o'xshasa, badanga o'xshasa, buni pochim-poch holatga akirib, palash holatga akib qo'yuqliq. Shuni biz din deb tushundik bo'lgandan keyin, andaki buniki vujudidagi dinniki o'zi, mana rasmiy o'ziniki kuchini ko'rsatmay, hozirga qadar bir qarasa bir musulmon, yana bir qarasa musulmondek emas, mushta tushungan. Men musulmon deydi, ammo musulmon da'chilik bo'lgan eng muhim bo'lgan ishni ham bilmaydi, ham qilmaydi. Yeni bir tarafsa undaq emas açıq keladi. Ben neymiş undaq emaskanman deb. Voy sen mandaq islom dinisi unmaydi. Daq biladigan deb ketadi. Baknemi. Bu to'g'rilik gap qilsa qo'liq shunda set alınır bu nifaq. Aslida Qur'oni Karim hadis Rasulullah'niki aldıdan o'tadigan hech qanday falsafa bo'lsin, mayli faylasuf yoki u bu nas o'rnak qilgan gap bo'lsa, bu o'ldirgan gap yo'q. Hammasi Qur'on hadisi bor. Mayli qaysi professor, doktor yoki yozuvchi yoki mundaq islohotchi yoki undaqchi yoki siyosatchi yoki mundaq qo'mondon bo'lsin, uniki gapining nechimin hassa gap eng ulug' bo'ladigan gapning o'zi mo'min musulmonga nisbatan Qur'on hadisi bor. Bunu naql qilib, buni o'rnakchi qilish kerak. Buni hech qanday qilib qolgan narsa shu yo'q. Endi biz mushna holatda bo'lgandan keyin yili islom dini bir musulmonni haqorata kamsitib qolgan. Yili uni qilayotgan. Bidamtir men namoz o'qidim, musulmonni orzu yurayotgan. Ey, sen musulmon bo'lganda rasmiy bir maydonni tut. Bir odam hozir erkin dunyoda bo'lgandan keyin bir odam musulmon bo'lmay xristian kelib hech kim qilolmaydi bir odam sen. Hech qana qilmaydi, o'zing ishi o. O yerda men musulmon deb jodi qilib, bir oylik qilayotgan, imonat tilayotgan, fikr ma'no o'xshamaydi deb fikrni va undan boshqa sistemini bundaq islom dinini qilsak bo'lmaydi ekan, ozod qila olmaydi ekan yoki kuch yetmadi koni deb, yani tushunmaymiz shu deyotgan. Bu shu bundaq insonlarni shu hozir muqaddimamiz ko'ryapmiz. Din ustida islom bo'libmi, islom dinininki Qur'on hadisning ustida bir minut bir ömrünü çıkıp tekşirip bakmagan adamın özü dinninki üstüde gap qilib, İslam dinimizdeki üstüde gap qilib, her xil yalgan yavadak, muşundaq zərxəndilik gaplarni qilayotganlarni uncha ko'ryapmiz. Bu musulmoncha Uyg'ur yozibdi da bu xatlarni, endi deyapti. Mushuna fojialik holatda. 9-hadis. Anas roziyallohu ta'ala anhu rivoyat qildi. Anas dedi, Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam dua kılınan dua kaytırılmaydı. Azamada tekbirindeki oturursa dua kaytırılmaydı deydi. Ondan sonra azamada tekbir ok boğandaki dua kılışımız çok gerek. Yani bu duanınki üzeri resmi ihlas olan şu duaga men icabet buluşka bir kan şart var. Şu şart bilen tepilgan halette kısak bu dua nime on Mena icabet boludu. Men muş hadis asasen günümüz geldi. Neçe min adamların kan duası icabet olup şundaqçı boğan. Ama bizning davrimizde hep şey icabet olmaydı. Bunu hem adam özü tekşirip baksa bunun özü için bildi. Babu fazil salavati.
Bu namazlarınki faziletiniki nimisidir o babudur deydi. Endi bu yerda namozniki farz, vacib, sünnet ekanligi u boshqa bir masala. O anlamakça farz ekan Qur'onda anlamakça belki bo'ldi. Vacib, sünnetiga hadis bo'ldi. Endi shu farz, shu vacib, sünnet yoki nafda bo'lgan namozi, qaysi namoz bo'lsa uni o'qisa bu odamga nisbatan namoz o'qigandan keyin, to'g'ri bir shaklda o'qigandan keyin buniki o'qigan namozi u odamga qanday ortiqlikni olib keladi. Yani Allah Teala bu adam qanday mukofot, qanday inom, ihson mana bu ishni shu qiladi. Men mushning ustiga nima bab deydi. Dedi Allah Teala: "İnne salate tenha anil fahşai vel munkar." Cezmen namaz tosudu insanlarni namaz o'qigan odamni sat qilib va dinimiz to'nmaydigan harom qiliqninki o'zini nima qiladi? Tosudu dedi. Mana bu namozning nimasi bu bir aloyidligi. Namaz mayli farz olsun, sünnet olsun, qanday namoz bo'lishi qat'iy nazar. Bir odam namoz o'qidigan gap namozning o'zi jonivor deb, hey, ma odam harom, yolg'on gap qilma, va'dan to'maydigan ishni qilma, bo'xton chaqma, qari chaplama degan gapni qiladi bu oyat. Bu rost. Bu Allah'ın so'zi. Hammani bilib, anglab o'qidigan zotniki nimiz bu so'zi. Asl namozniki shu degan shart, shu degan ashu usul bo'yicha o'qisa aslida mushtaqchu qiladi. Her qanday adam namoz o'qisa. Ammo qarab boqamizki, namoz o'qiyotgan odamlarniki o'zi bütün eski ishlarniki hammasi mushtaqdan chiqadi. Unda o'g'andan keyin ya buniki ashu qilgan namozi u namoz emas, degandek loyiq emas, yoki olmaydi, ma oyat to'g'ri emas desak bo'ladi. Bu oyat to'g'ri bo'lmagan vaqtning o'zida bu oyat emaskan Allohning so'zi emaskan degan gap. Agar Allohning so'zi bo'lib qolsa, yolg'on bo'lib qoldi degan gap qoladi. Shuning uchun asl namozniki moyiti qanday namoz bo'lishidan qat'iy nazar, namoz o'qigan odam hech qanday vaqtning o'zida avtomatik holatda yolg'on gap qilmaydigan, harom narsa qilmaydigan, va'zi tutmaydigan, xalqning haqqini yeb olmaydigan, urush talashshuq qilmaydigan holatga keladi. Lekin undaq bo'lmaydi hozir. Hatta ki namoz o'qigan odam qochadigan ish emasmi? Bu namoz foyda qilamdi. Allah Teala to'sidi deyotsa, to'smay odam quvvatsa, qanday qo'ldan namoz o'qib turib? Birinchi hadis Abu Hurayra roziyallohu ta'ala rivoyat qilindi, dedi Abu Hurayra. Anladimi Peygamberimiz sallallohu alayhi vasallam deydi. Xabar e'lon. Jazma egar farzand jazma bir o'stan, silniki biringniki darvozniki oldida bir o'stan bo'lsa. Meni juynudu shu biringlar shu o'standan har kuni 5 qato bo'yni so'g'i silib juynudu. Juyunsa oyoq qilib qolamdi. Shu odamniki kiridin bir şeyi badanda qilib qolamdi. Buni bir deb baqilmama dedi. Degandiki dedilar ular, "Ya Rasululloh, bu odamniki men badandagi kirdin hech qanday bir narsa qolmaydi. Oppoq pokizib ketadi" dedi. Degandiki dedi Payg'ambar, "Men osh ish men 5 vaqt namozga o'xshaydi." Ki uchurda Allah Teala mana shu 5 vaqt namozda insonlarning xatolarni nima qiladi? Uchib bir kech kuni 5 vaqt namoz o'qisa, adam pokizcha bo'lib ketadi. Namozning aloyidligi, fazilati men shu bu deydi. Mana namozniki bir afzalligi shu bizga nisbatan mushandi. İkinci hadis. Cabir radhiyallohu ta'ala rivoyat qildi, dedi Cabir, dedi Peygamberimiz sallallohu aleyhi ve sellem 5 vaqt namozniki masali. Mana bir o'staniki masali o'xshashi idurki, anim edi oqchi edi g'amrin. Naitbek jiq suyjib oqqan bir o'staning masali o'xshashdirki, silniki biringlik darvozniki oldidiki. Silniki biringlik darvozning oldida ashta bir o'stan suyjib, ashta holat eqiyotgan bo'lsa, men mushuna o'xshaydi 5 vaqt namoz. Ki juynudu bu odam shu eriqdan har kuni 5 qatim nima qildi juynu. Yani bir odamning oldida, uyning oldida ash bir eriq qo'ygan bo'lsa, noyat suyjib, 5 qatim u odam shu o'stan bo'yni silib juyunib ashtaqqa bo'lsa u odamda qandaki hech qanday kir bo'lmay, oppoq pokiz bo'lgandek, men bir odam 5 vaqt namoz o'qigan bo'lsa, u odamning vujudida hech qanday gunoh qolmaydi. Bu yerda gunoh qolmaydi deganlikning o'zida cho'ng, kichik hammasi emas. Bu yerda nima? Gunoh sag'ira. Shuningdek Alloh bilan
Günah segirniki üzüşü ama günah kebire yani bir kançı kılga bölündü onu dedik. Endi bu günah kebirin üzü o mağfiret kılışı şu günah kebirini şu usul boyunca kılış gerek. Allah'a tövbe kılış gerek. Kişinin hakkı olan olsa onu yandırış gerek. Anladın ki bu ucadı. Bununla yokaydı o. Ama bu yerde yokaydı gelen günah kebire hemisi yokaydı gelen günah segire. Böyle segire günahın ki üzü insanlar şunda cıhbamı anı kısak mağfiret kılgıman. İnsan biz net kadar dedik. Emniyet şunda çok buludun. Bulup mu hazır devrimimizin üzerine. Meni sıkıda tapa emesma. Ruhi günah, yine an oylavatkan, gayret kıvatkan, tıllavatkan, yamanlıkını irade kıvatkan, anı kolumuz telefon var, üyümüz var, emmi yadı var, emmi neyse, haram neyse, kalsak, ansak kıvatkan. Gambiri degen, mocam, eyinninki fethi süren kök degen maniydi. Üçüncü hadis. İbn Mesud radıyallahu ta'ala odur rivayet kılındı şuna da cezmen bir adam yetip kaldı bu adam bir ayalga qubluq yetip kaldı. Yani bir ayalni suyup qaptamdi. Qandaq qildi bu inson bo'lgandiki sahabının üzüma. Şuna bu adam Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem derhal geldi. Men sahabe degan şu kichkina xato derhal nima qildi uqubni qildi. Yani o yaqti deb o'qimay. Şuna bu adam Peygamber sallallahu xabar berdi. Xabar bergandan keyin şu tövenki oyat ne Allah Teala nima qildi? Kişideki akimis salata tarafayin nahari ve zulafa minel leyl innel hasanati yuzibne seyyiat degan oyatga tushdi. Yani namozni sen kechini kunduzning ikki tarafida, yani bamdod va peshin asrlarni nima qilgan o'qig'in. Va kechidan bo'lgan ma'lum bir vaqtda, ya'ni namozsham xubdan va bamdodni sen nima qilgan, yani xubdan bilan namozshamni o'qi. Jazman güzel işler. Müşü namaz okuşunun üzerinde nimeti Allah Teala müşü ayette hasanat dedi. Yani güzel iş bu. Men müşü güzel işin üzeri ket güzüvadıdı hata işindeki işte haram, hata, günah olga işindeki yok kıvadıdı dedi. Bu ayet düştü. Düşkendeki dedi ya da kişi Peygamber'e okuyagendeki eli haza. Aya bu iş mel için mu? Diğer vakti Peygamber dedi li cemi ümmeti kullihim. Benim ümmetimin hemmesi için. Benim ümmetimin hemmesi müştak okumay yani müştak ya ki ba'zan bir işin cehden açtak ayallarını uyuyor birini tutup ya ki açtak birini koyup haram işini açtak koygan bolsan çok günahını kılmay. Benim müştak 5 vaqt namaz okuyan bolsa ya ki namaz okuyan bolsa namazlarını üzü o adam günahını için mağfiret koydu don. Dep çok müştak çok dedi. Dördüncü hadis. Ebu Hureyre radıyallahu ta'ala rivayet kılındı şuna da cezme Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem dedi. 5 vaqt namaz ve cüm'idin bir cüm'agicha bo'lgan cuma namozi kapparatdir. Anda bir gunohiki 10 bir namoz bilan yana bir namozni o'tirsida bir jumadan yana bir jumaniki o'tirsa o'tkazgan ash gunohning hammasini nima qiladi bu namoz bilan jumaniki juma namozining o'zi yo'qchi qiladi. Madamiki mana qililmasa gunoh kabirni. Yapılmasa gunoh kabir. Yani o adam qilib yepib o'ziga atib unda qilmay gunoh kabirati saqlansa andagi kapparatchi qiladi. Bu ismimiz. Manada nima qolgan mutlaq hadisning o'zi maydis nima qildi taxsis nima qildi aylantirdi. Yani aya xatolarni afu qildi, yo'q qildi degani, yani gunoh kabir emas, sag'ira degan gap. May Peygamber maydis qayd qildi. Yani demak, 5 vaqt namoz o'qigan bo'lsak, bir namozdan bir namozdan ortiqcha gunoh sag'ir kelib qolgan bo'lsak, yo bir juma bilan yana bir yapti kelgan jumaning ortiqcha xato ishlar qilib qolgan bo'lsak, mushu o'qigan juma ham namozning o'zi shu orliq qilgan gunohning hammasini qiladi ekan, yo'qchi qiladi ekan. Bunda alaydi bu namozniki. Osman Affan radhiyallohu ta'ala anhu rivoyat qildi dedi Osman anhu. Oldinma Peygamberimiz sallallohu alayhi vasallam deydi, yo'q bir musulmon kishidagi hozir bo'ladi, unga farz namoz. Farz namoz hozir bo'lgan bir musulmonda yo'qki, unidagi hozir bo'lgandiki u odam chiroyli qiladi u namozning tahoratini, xushuini, rukuini. Benim muşunda kılınan bir kişi yok. Meğerli namazın taharet upta edip, xushu rukularını uptan kırıp, taharetim uptan kırıp, müştak kılınan kişi bu kalgan bolsa, men buludu bu uqan namazı mene kapparet oldu. Anda bilinmezki ki şu namazniki okuşniki aldı dedi. Ay uqan namazı aldı günahın hemmisini kıldı, günahın boğan, mene onu kapparet kıldı. Madami ki keltirilmese günah kebirni. Günah kebirini keltirmegen bolsa, günah sag'irga günah hemmenin qoladi, yo'qchi qoladi dedi. Bu ish zamanın hemmisida bo'ldi.
ma'lum bir vaqt emas, yoki ma'lum bir namozda, ya ma'lum bir oy, ma'lum bir yil, ya ma'lum bir hafta emas, ya kun, ya soat emas, vaqtni namoz emas. Zamanın hammasi qiyomat kuni mushtoqchu bo'ladi deb payg'ambar alayhissalom mushtoqchu dedi. Bu esa mana kim rivoyat qildi? Imom Muslim rahmatullohi alayh rivoyatchu qildi deydi. Mana Alloh taolo hammamizni mana shundoq ibodat qilishga hammamizni noil qilsin. Shunga birlikda bizniki o'sha o'qmay qolib qolgan gunohimizni Alloh taolo afv qilishga muvaffaq qilsin. Va oxir da'vona alhamdulillahi robbil alamin.